Salom hammaga. Men ham yangi kursni boshlaymiz. CSS'da HTMLdan CSS boshlanadi. Hop, biz birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Bir yo'la ishga o'tib ketaveramiz. Windows + R tugmasi bilan md deb yozib, OK deb bosish kerak yoki Enter. Terminal ochib olamiz, qora terminalda. Hop, keyin nima yozamiz? Birinchi desktopga kirib olish kerak. cd desktop deb yozamiz. Desktopga kirdik. Keyin fayl yasab olishimiz kerak. Aktiv CSS darslari nomli. Hop, ishlab chiqqan bo'lishi. Hop, bu ikkita alohida bo'lib qolibdi. Bu noto'g'ri. Qilmoqchi bo'lsam, o'chirib tashlaymiz. Boshdan qilamiz. Aktiv CSS darslari deb yozamiz. Yana chiqdi mana, to'g'ri. Hop, endi bir necha kirib olishimiz kerak. Endi bunga cd CSS darslar deb yozamiz. Endi buni papkani ichiga kirdik. Mana papkani ichiga. Birinchidan endi veshkod ochib olishimiz kerak. Kod dediğimizde löydashib turib, nuqta qilib turib, Enter bosamiz. Endi ko'rayotgan bo'lsak, o'sha papkani ichida ochildi veshkod. Hop, terminalni kerak bo'lsa endi yopib qo'yaveramiz. Hop, endi dars boshlash uchun birinchi papka ochib olishimiz kerak. Birinchi papka birinchi dars nomli. Birinchidan index.html faylni ochamiz. Keyin shift + 1 ni bosib turib, Enter bosamiz. Ya'ni tayyor kodlarni chaqirib olish uchun. Hop, keyin bizda 3 xil CSS bor. Ya'ni CSS'da fillarni 3 xil ko'rinishda bersak bo'ladi. Birinchisi external CSS bu. Hop. Birinchi bunga nima qilishimiz kerak? Birinchi misolga divli papka ochamiz-da, ichiga H1 qilib turib, H1 ga masalan hello world deb yozamiz. Salom dunyo. Hop. Bunga rangni o'zgartirib yoki joyni almashtiramiz, joyini o'zgartiramiz uni. Birinchi bilan brauzerni ochib olamiz. Mana ochib oldik. Yana oddiy ko'rinishda turibdi. Hop. Biz buning uchun ishlash uchun birinchi dars papkani ichida bitta fayl yasaymiz yana. Bunga style.css nomli. Va buning ichida title'ni tagidan yurtib turib, ya'ni biz nima qilyapmiz? Mana CSS fayl bilan index.html faylini bir-biriga ulash kerak. Agar bu yerda dizayn o'zgartirib bir nimalar qilsak ham, agar bu ikkalasi bir-biriga ulanmagan bo'lsa, bu ishlamaydi va oddiy HTMLda yozgan kodlar bo'lib turaveradi. Shuning uchun birinchi ulab olishimiz kerak. Ulash uchun birinchi link deb yozish kerak. Link bitta birinchi mana chiqib turibdi. O'shani bosamiz ustiga. Keyin bitta rel style sheet, ya'ni tegishli. Hop, href ichiga style.css da chaqiramiz. Agar fayllar ko'p bo'layotgan bo'lsa, style deb yozmashligi mumkin. Agar alohida papkalar ichida bo'layotgan bo'lsa, // bilan qilsa ham bo'laveradi. Papkalarda style CSS qilib biz uraveramiz. Hop, mana endi ulandi. Lekin o'zgarish yo'q, hali qo'lda yozmadik.
Kelinglar bu hashbarda ichidagi "Salom dunyo" so'zini rangini o'zgartirib ko'ramiz. Birinchi, yy, ishlash uchun hashbar deb yozib ko'ramiz. Mana birinchisi hashbar deymiz. Ya'ni bu hashbar nimaga kerak? Bu hashbar ya'ni bunaqa qilib yozgandan keyin butun index.html faylni ichidagi barcha hashbarlarga ta'sir qiladi bunaqa qilib yozsa. Hashbar jon deb yozsa. Hop. Ya'ni barcha hashbarda yozilgan matnlar o'sha rangga o'zgartiriladi yoki o'sha shaklga, boshqa narsa bersa ham. Keyin buni ishlash uchun, kod yozishimiz uchun shift bosib turib plus gulli qavs bosish kerak. Ya'ni P tugmasining oldida shunaqa qavs bor. Shift plus 1 da bosish kerak. Ochildi. Endi enter bosib, uni ichiga yozish kerak. Keyin buni rangini o'zgartirish uchun color deymizda, color. So'ngra enter bosamiz. Keyin buni rangini red deymiz. Red ya'ni qizil. Endi natijaga kirsak, ko'rgan bo'lsak, endi rangi qizil rangga o'tdi. Agar buni bunday opsiyalar ishlashi mumkin, lekin agar buni tagidan yana boshqa kod yozsalar ishlamasligi mumkin. Keyin ko'rib chiqamiz. Kelinglar, undan oldin yana bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Bu yerda matnni qizil rangga o'zgartirdik rangini. Endi bu yerda fon bor, masalan, qora oppoq fon turibdi, background. O'shani rangini qora rangga o'zgartiramiz. Hop. Unga body mana kelinglar. Index.htmlda bu yerda body qismi bor. Ya'ni ichidagi index.html fayllar ichidagi barcha birikkan narsalar bodyni ichida turadi. Bu narsalar. Shuning uchun bodyga bersak, buni ichidagi hamma narsaga ta'sir qilib turib, orqa foni o'zgaradi. Hop. Bunga body deymizda, joy tashlab turib, shift plus o'sha gulli qavs, keyin enter qilamiz. Keyin bunga orqa fonga rang berish uchun background chiziqcha color deb yozish kerak. Keyin bunga black deb yozamiz rangini, qora rang. Hop, mana endi ko'rayotgan bo'lsak, rangi qora rangga o'zgardi. Tekstning rangi qizil rangga o'tdi. Hop. Kelinglar, bu endi faqat qizil emas. Kelinglar, mana shu tekst mana shu yerda emas, ya'ni o'rtada paydo bo'lsin. Endi shuni qilamiz. Buning uchun mana shu color tagidan turib, mana qavsdan tashqariga chiqib ketmanglar. Mana shu ichida bo'lishi kerak. Text religion qilamiz. Bunga center deb yozamiz. Endi ko'rayotgan bo'lsak, avtomatik markaziga keldi. Hop. Birinchi farqi markazga emas, ya'ni eng qisdagi oxiriga borib qoladi. Right left ishimiz mumkin. Narsalarni ishlasak bo'ladi. Agar homatda o'chib ketgandan keyin bir nimada chiqmayotgan bo'lsa, Ctrl plus space bosish kerak. Ya'ni uzunchoq tugma bor-ku, bosinglar, Ctrl bosib turib. Bu narsalar chiqaraveradi. Tekstsheetlarni. Enter o'rtada turadi. Hop, endi nima qilamiz? Ya'ni biz hozir external CSS'ni ko'rib chiqdik. Endi qolganlarini endi ko'rib chiqamiz. Ya'ni yana ikkita bor. Hop, endi ikkinchisi internal CSS bo'ladi. Qanday qilinadi?
Shunisi alohida papkadan ichida qilinmaydida. Bitta link tagidan yoki mana body ichidanam yozib ketsa bo'laveradi. Buning uchun nima qilamiz? Filmani uzib turamiz, mana link ochamiz. Bu yerda kelmay tursin ma'lumotlar. Bu yerda qilamiz. Buning uchun biz style deb yozishimiz kerak buni. Ya'ni index.html faylni ichiga style deb yozsak bo'laveradi. Style ichiga buni hop xuddi mana shunday yozsak ham bo'laveradi. Ya'ni kelib boshidan Kasparni rangini kelib bu safar ko'k qilish. Mana ko'rayotgan bo'lsak, endi rangi ko'k rangga o'zgardi. Hop, keyin text align center. Mana markaz keldi. Endi keyin bunga bodyga body ichiga background color black. Qarabsiz, yana orqa fon qora rangga keldi. Yana bitta narsani aytishni unutibman. Hop, yerda body mayli-yu, lekin hashbar yoki button yo bir nima bersalaring, ya'ni bitta hashbar yoki button deb yozib ketsalaring, bu yerda bo'lsa, ichidagi hamma tugmalarga va hamma hashbarlar ichidagi yozilgan matnlarga hammasiga bitta ta'sir qilib ketadi-da. Har xil bo'lishi mumkin. Birga ishlaring, shuning uchun unaqa qilmasliging kerak. Hop, bu yerda hashbar turibdi. Klass haqida gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Klass bu klassga nom bersak bo'ladi. Shu nom bilan vaqtda ishlasak bo'ladi. Hashbarga hashbar yozuvidan keyin juftashib turib, ya'ni birga bo'lib qo'shilib ketsa bo'lmaydi. Endi alohida juftashib turib klass deb yozish kerak. Mana shu qo'shtirnoq ichiga masalan unga nima deb yozamiz? Yana o'zi hashni o'zini turib hashbar emas, mayli. Hashbildonlik deb buni bu yerda ishlasak bo'ladi endi. Hashbarni o'chirib tashlaymiz-da. Hash deb boshlaymiz. Ya'ni bu ishlamaydi. Nimaga? Chunki bu yerda klassni nomi H bo'lgani bilan bu yerda H qilsak ishlamaydi. Sababi bu yerga nuqta qo'yish kerak. Ya'ni nuqta bilan boshlanadi. Klassning so'zlari. Mana endi ishlayapti. Masalan, bu yerda yoki hozir yana bitta hashbar ochib turib salom dunyo deb ochsak, yozsak, ya'ni ishlamaydi. Bunga tasdiqlamayapti. Masalan, bunga ham endi klass deb turib ichiga hash qilib qo'ysak, bu yerda ham xuddi shuni kopiya qilib turib, tashlab turib, hash qilib yoniga qo'yib, buni rangini qizil rang qilib qo'ysak, endi ana ko'rayotgan bo'lsang, endi uning rangi qizil rangga o'zgardi. Ya'ni klassda shunaqa foydali tomoni bor. Agar klassni bir xil qilib qo'ysalaring, tasdiq qilaveradi. Klasslar har xil bo'lishi kerak. Bir-biriga aralashib ketmasligi uchun. Hop, endi 3-ni ko'rib chiqamiz. Buni olib tashlagan bo'laveradi. Keyin mana bularni buni ichida ham ishlatsak bo'laveradi. Buni ichida ishlatish kerak asosan o'zi. Ya'ni bu yerda hal qilib turib index.html ichida qilish tavsiya berilmaydi. Sababi agar loyiha kattaroq bo'lgan bo'lsa, kodlar ko'payib ketib qoladi. Keyin chalkashib ketishlari mumkin. Shuning uchun o'qimagan yaxshiroq. Hop, shunisi inline yazasi bo'ladi. Nomi shunday. Hop, bunisi qanday beriladi? Ya'ni bu klasslarni olib tashlaveramiz. Bu kerak emas endi bizga. Hozir buni ishlatmaymiz. Hop. Mana endi oldingi holatga qaytdi.
Buni qanday qilamiz? Maytda hozir style berib qilgan bo'lsak, endi bu yerda qilmaymizda, tagni ichidan bir mana shu o'zi tashqarida sterilkani ichida style deb yozishimiz kerak. Style enter bosamiz. Hop, buni ichiga endi Manitda va Manitda bergan kodlarimizni buni ichida ham ishlatsak bo'ladi, lekin cheklangan. Hammasini ishlatib bo'lmaydi bunda. Lekin ko'p narsani qilsa bo'ladi. Bunga yana qo'llarni red qilamiz. Endi qo'lni red qilsak, ya'ni bu faqat tagini o'ziga ishlaydi, boshqa taglarga umuman ishlamaydi. Buni o'zini tagida ichida qilyapmiz chunki. Hop, endi buni ichiga style qilamiz biz. Qo'llarini Aqua qilamiz. Aqua bas. Blue ko'proq orang bilan. Mana endi ishlayapti. Hop, bunga endi Origin Center ishlatamiz. Ya'ni ko'rgan bo'lsak, endi bu ham markazga keldi. Hop, bugungi darsimiz hozircha shular. Agar videoni tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'ring. Kanalga obuna bo'lish va videolarga bosish esdan chiqmasin. Video darslari hali ko'p yoziladi. Hozircha kam. IT bo'yicha ko'proq dars o'tiladi. Buguncha xayr.